Shunaqasi menga churiydi bori. iPhone 7 Max telefonimiz savol. Ayol kishining telefoni, erkak kishining telefonimi bu telefon? Qaranglar, nima bu? Video oxiriga kod prini bo'lishini ko'rasiz. Vaydo! 7 Max telefoni. Bu endi sizlar o'ylayotgan narsa emas, bu shokolad. Tep shekilli. Ketadimi, ketmaydimi? Ishlamaslik endi qanaqa bunaqa. Voy, 17 Max. Ayol kishining telefoni, erkak kishining telefoni o'zi ham bandalab bo'lib ketdi. Anaqa ber buni, ber. Ishlaydimi, ishlamaydimi? Kommentariyada unisini yozing. Yo'q, cheklashadi. Olib ketilgan javob beramiz. Yon bersin, chiqib yon bersin bu, yon bersin. Menimcha yonadimi yonmaydi mana bu ishlar. Buncha bir kuncha qolib ketgan. Yo'q. 0. Olmadi. To'la shira bo'lib nimadir bo'lib ketgan bo'lsa, o'ziga kelsa, unisini ham video qilib joylashtiramiz. Aziz ayollar, e'tiborli bo'linglar. Tamam.